Yuzga yumshoq o'g'irlik olmoqchisiz, lekin yuz sal kichkinaroq bo'lsa ham, sal uzunroq bo'lsa ham yuzni razmeriga qarab ham yasab beraveramiz. Hozir navbat mana shu ko'rib turgan Chester Mebel Lane'ga keldi. Buni xohlasangiz biz stolni jurnalni stolsiz olsangiz ham bo'ladi, jurnalni stollik ham olsangiz bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan Chester Mebel Lane 3 ta yostiqchasi, 2 ta pufigi, jurnalni stoli, bunaqasiga uzunligi bu burchagigacha 360, bunaqasiga 220. Pampers, prujina o'tirganligida mana yumshoqqina tushasizlar, turganligidan keyin qaytib joyiga qaytib qoladi, ezilmaydi. Ko'pchilik 80 metr ishlatishar ekan rekani ichiga, akamlar maxsus qilib baquvvat chidamli bo'lish uchun 120 metr ishlatishadi. Orqalari o'zini materialdan bo'lgan, keyin orqasi baquvvat DP qo'yilgan ekan. Oldin shuni tortib qo'yishga qolardi lattadan, hozir DP ham qilib, orqasi ham baquvvatroq ekan. Orqa ochiq bo'lgan paytda o'darib bo'lsa hech nima qilmaydi. Har bitta tugmalar mana shuni tortib chiqiladi. Mana ular tikuv mashinalarida tikib chiqiladi choklari. Sizni yuzdagi aboyingizga, aytib o'tganimdek, pardangizga qarab rangini tanlab berilaveradi. Bitta mana 3 xil svetdagi Chester mebellarimiz bor ekan. Bunisini 7 million 100 ming kami bor. Agar jurnalni stolsiz olaman desangiz 6 million 300 ming so'mdan qilib berishadi, uni ham kamini qilib berishadi. Bemalol bularda ham shuni naqd pulga olsalar bo'laveradi yoki zakaz qildirib turib yasab bering desalar yasab berilaveradi ham. Bir haftadan 15 kungacha muddat ichida, agar zakaz ko'p bo'lsa 15 kungacha cho'ziladi. Kamroq bo'lsa uzog'i bir haftada yasab yuzga dastavka qilib jo'natib beriladi. Bu pufiglarning razmerini aytmayapman. Bunaqasiga 80 ga 60 bo'ladi, juda katta bo'ladi. Mana yumshoqqina. Materialga kelgan bo'lsa, mo'yshi bemalol yuvsiz bo'laveradi. Xitoyda toza materiali. Siz xohishingizga qarab Turkiya materialida ham qilib beraveramiz. Bemalol buyurtma qilsalar ham bo'laveradi.